video uzilib qoldi. Endi qaranglar, Xulbani nasishinligi, Xulbani chuqurligi, o'sha Tibet tog'larini Hindistondaligi. Hindistonda o'zi katta Tibet mana bunaqa tog' bo'lsa, uni teng yarmi Xitoyda, teng yarmi Hindistonda ekan. Endi men Xudo xohlasa, men sizlar uchun mana Sherqo'z akani ham orzulari bor edi. Mani o'sha Tibetga borib ko'rsatib, qayerlarda nimalar o'sishini ko'rib, hammasini o'z ko'zing bilan ko'rishingiz kerak deganlarida, o'z ko'zingiz bilan men o'shanda xursand bo'lgandim. Endi ulgurmadik, lekin men Xudo xohlasa, meni juda ham sizlar uchun именно mana shu nima, mana bittaki urug'niga, qanaqa urug'ligini sizlarga o'shani dokazat qilib, endi bu dokazat qilish kerak emas, lekin mana bu kasallarga farqini bildirish uchun men sizlar uchun o'sha Tibetga borib, mana bu narsa, mana bu narsa deb ko'rsatib kelmoqchiman, Xudo xohlasa. Shuning uchun men sizlarga kuzatuvchilar aytmoqchiman, adashib qolmanglar. Qanaqa? Masalan, shunaqa gruppalar bormishki, o'tirib hamma qanaqadir suvlar, choylar ichyapsizlarmi, yaxshimisizlar deb lecheniya qilishar ekan. Bizani lecheniya unaqa emas. Bizani men o'zim valiolog, dietolog, nutritsiolog bo'lganim uchun individualniy kasallik qabul qilib, Sherqo'z akani ustozim bilib, Sherqo'z akani metodlari bilan biz kasal ko'rib lecheniya qilamiz. Mana shu bizani klinika. Ana shu klinikaga kelasiz. Bizani даже ko'rishimiz, tashxis qo'yishimiz, siz bilan maslahat berishimiz bepul. Ko'ryapsizlarmi? Bizani maslahatimiz bepul, lekin bu bepul degani sizga yuzaki berish emas. Biz hamma narsani tushunib, даже avtorskiy kitoblari bu, o'sha nimalari, kitoblari bepul beramiz. Ko'ryapsizlarmi? Buni ham sotishimiz mumkin edi. Yo'q. Bizning mahsulotimiz faqat mahsulot uchun biz sizlardan o'sha lecheniya uchun pul olamiz xolos. Endi mahsulotga kelsak, mahsulotlarni farqiga borishlari shart. Mahsulotlarni aytaylik, mana shu urug' bilan buni sizlar o'sha gruppalar ichida o'tirib olib, ichyapsizlarmi, qilmayapsizlarmi? Bilasizlarmi nima bo'lgan? Ko'plarda onkologiyani qo'zg'atib yuborgan mana bu urug'. Xelba deganlari. Bizani Xulba esa onkologiyaga, sahrga, vitiligoga, teri oqarishlarga, psoriazga beryapmiz. Biz 20 yildan beri bu mahsulotni hamma kasallik turiga beramiz. Даже bizning retseptimizda sherkamel, ikkinchisiga Xulba. Keyin aloe, keyin aytaylik boshqa clear skin, safi degan mahsulotlarimiz beriladi. Shuning uchun menga kecha kelgan bemorimiz rosa ham yalindilar. Azizaxon, mana shu narsani olib chiqing, tushuntirib bering. Qanaqa mahsulot, nima ichiladi, qanaqa ichiladi, hammasini ayting deb aytdilar. Mana sizlarga mana shu maslahatim. Ko'ringlar, men bilan ishlamoqchi bo'lganlar uyalmanglar. Men bilan maslahat qilmoqchimisizlar? Uyalmanglar. Men sizlarga kitobni beraman. Shu avtorskiy kitobni biz yashirmaymiz. Retseptlarni hech qachon biz yashirmaganmiz. Sostavini yashirmaganmiz. Hamma mahsulot. Shuning uchun odamlar bizani mahsulotga o'xshagan narsalarni olib kelib olib biznes qilishga tushdi. Biznes o'zini yo'liga, lekin davolash o'zini yo'liga. Shuning uchun men hech kimni berga yomon yo yaxshi deb chiqmadim. Farqini men tushuntirib berishga chiqdim. Mahsulotga adashmanglar. Sherxan klinikasida Sherqo'zi G'oziyevni o'zini 20 yil oldin avtorskiy qilib topgan mahsulotlari beriladi. Boshqa emas. Uni ichida SK Pharma bilan, zavod bilan Hindistonni har bitta tochkasida joylashgan tabiiy mahsulotlari bilan ishlaymiz. Shuning uchun sizlar bilan sog' bo'linglar deb qolamiz. Bizani hurmat qilib, bizani yaxshi ko'rib qolgan hamma yurtdoshlarimizga rahmat aytaman. Chunki juda ham ko'p insonlar duo qilishdi. Juda ham ko'p insonlar Sherqo'z akaga rahmat aytishyapti. Allohga shukr, Azizaxon, siz ham baraka toping degan gaplarni ham eshityapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar.